Assalomu alaykum aziz do'stlar, xayrli kun. Bugun Captiva mashinamizni katalizatorini yechganmiz. Original katalizator ichini kimdir to'kib tashlagan ekan. Xo'sh, bularga endi yangi katalizator qo'yib beramiz. Bu to'kib tashlashdan oldin esa 3ta katalizator ham alishgan ekan bu Captivamizda, lekin Xitoy qo'yilgan ekan. Xitoy katalizatori vashchi ish bermagan. Xitoy katalizator o'zi bir oy yuradi, yursa undan keyin sразу cheklarni yoqib, mashinani bo'g'ib, rasodni oshirib yuboradi. Shuning uchun ular mana shu положениеda keldi, olib tashladik. Mana eski bachoklarini ham olib kelingan, bularni ochib ichiga yangi katalizatorlar qo'yib Euro 6 qilib zakonniy qilib beramiz. Mana bu Epica ham xuddi shunaqa holatda kelgan. Epica'ning katalizatorini ochgan edik. Epica'ning katalizatori ichi 4 ga bo'linib ketgan, to'g'ralib ketgan ekan o'zi ham. Shiyirib ketgan tepalari g'irqilib umuman chiqazmagan. Malibu 2 ning ham katalizatori ichilyapti. Buni katalizatori ham erigan tepasi, bu ikkita shaxsdan iborat bo'ladi. Sajvi filtrini provinka qilib katalizatorni alishtirib beradigan bo'ldik. Mabodo sizlardan shunaqa holatlar bo'lsa, olmaslikka aloqaga chiqinglar, podpis qilib qo'yinglar, kuzatib boringlar. Xulosa o'zlaringiz